Bu gaplarni aytish ham shart emas balki. Lekin hayot o'zi ta'kidlar shuni, otasini gapiga kirmagan har kim onasinikiga kirar bir kun. Uylansa erini qilmoq uchun qul xotini qanday folbinligiga onani gapidan chiqib o'g'il butkul shurg'ib ketar xotinligiga. O'g'il ikki o'tda dog', ona esa panoh islab borar qizinikidan. Onasini gapiga kirayin desa xotini chiqarmas o'zinikidan. Ota sochgan sholi poyada yurg'un, bu o'g'il bir kirmak bo'la olmaydi, xotin uchun er bo'lishi mumkin, ikki dunyo erkak bo'la olmaydi. Bu gaplarni aytish ham shart emas balki. Lekin hayot o'zi ta'kidlar shuni, otasini gapiga kirmagan har kim onasinikiga kirar bir kun. Uylansa erini qilmoq uchun qul xotini qanday folbinligiga onani gapidan chiqib o'g'il butkul shurg'ib ketar xotinligiga. O'g'il ikki o'tda dog', ona esa panoh islab borar qizinikidan. Onasini gapiga kirayin desa xotini chiqarmas o'zinikidan. Ota sochgan sholi poyada yurg'un, bu o'g'il bir kirmak bo'la olmaydi, xotin uchun er bo'lishi mumkin, ikki dunyo erkak bo'la olmaydi. Bu gaplarni aytish ham shart emas balki. Lekin hayot o'zi ta'kidlar shuni, otasini gapiga kirmagan har kim onasinikiga kirar bir kun. Uylansa erini qilmoq uchun qul